Assalomu alaykum qadrdon kuzatuvchilar, To'xtam eshiklar kanali kuzatuvchilari, bizlar dastavka ustunovkalarimiz davom etadi. Bu kabi dastavkamiz Farg'ona viloyati Quva tumaniga bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham sifatli, original, tiniq holatda 5 ta bir qanotli eshik, bitta ikki qanotli eshik o'rnatildi. Xo'p, eshiklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Sifatli lok bo'yoq mahsulotlardan foydalangan holda o'zi ko'rinib turibdi, tiniq, ideal holatda chiqqan apkilatli eshigimiz tilla taroqli uslubda. Bu tillalarda tanlovlar bor, bilasizlar. Buni qorasi, nikellisi, endi ko'pchilikka tilla rangi yoqadi. Xo'p, eshiklarimizda 4 tadan qalin oshmalar bor. Bo'yi balandligiga 2.30 standart razmerda bo'lgan. Eshiklarimiz endi 1.15 razmerda, nalishniklari ham yaxshi holatda bo'lgan. Xo'p, bu tomonda sanuzelga eshik o'rnatilgan. Eshiklarimiz qalin, ichi to'laligi 70% to'laligi, garячий pressda original pressda qilingan. Xo'p, nima deydi? İşlerimizga o'shaning uchun garantiya beramiz. Bekorga 5 yildan 8 yilgacha bekorga aytmayapmiz akalar. Juda ham sifatli, qalin holatda chiqqan. Ishlari ham mana to'liq holatda, bemalol tekshirib, ko'rvachilarimga og'irligi ham 30 kiloga yaqin, 30 kilodan oshiqlari ham bor. Ishlari to'lalik, shunda ham bilsa bo'ladi. Hech qanaqa ichiga atxotlar ishlatilmagan holatda halol qilib, chiroyli qilib chiqarib tayyorlab o'rnatib beryapmiz. Xo'p, eshiklarimiz orqa tomonlariga davollarni qilib berganmiz. Devorlarni o'rab berganmiz. Polniy ashkalari bilan orqa oldi bir xil holatda. Juda sifatli qilib, stiklarini ham tiniq holatda, rezinkalari bor. Hech shunday holatda ochilib yopiladi. Ochilish holatlari yaxshi holatda. Xo'p, bu tomonda ikki qanotli eshigimizni ham ko'rsatib o'tamiz mana. Bo'ylariga ham juda ham mos holatda tushdi. Xudo xolasa, kimga shunaqa sifatli endi eshiklar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zimiz o'lchab o'rnatib beramiz. Dastavka ustunovkalari bepul bo'ladi, albatta. Ularga narx qo'shilmaydi. Xo'p, sizlarning uylarga borib olib, bunisiga qo'shiladi, bunisiga qo'shiladi, yo'lkiraga bergan unaqa narsalar bo'lmaydi. Videoda aytyapmiz, mana ichida bo'ladi. Faqat 4 tadan boshlab Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka ustunovkalar bepul bo'ladi akalar. Voqea holatlarga kelishgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Kimga shunaqa sifatli endi eshiklar, kirashli eshiklar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Sifatli holatda tayyorlab o'rnatib beramiz akalar. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz, gap isboti bilan. Juda ham tiniq, ideal holatda, qirilmagan, shilinmagan holatda tayyor bo'lgan akalar. Kuzatishda davom etasizlar. Kanalga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lsa, zarur odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.